100 minglik hisobdan 22 million 892 ming so'm chiqaryapsiz. Mana cheki ham aka, chekini ham ko'rsatib qo'yamiz. Savdolaringiz yaxshi ketdimi? Hech qanaqa muammo bo'lmadimi? Vivitdan, bizlar tarafdan. Assalomu alaykum do'stlar, mana bugun yana bitta vivitimiz bo'lyapti. Lolayev Husan 100 minglik hisobdan 22 million 892 ming so'm pul chiqaryaptilar. Hozir o'zlari bilan bog'lanib, vivitlarni topshiramiz. Assalomu alaykum Husan aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aka ko'rinmayapsiz, a? Hozir 1 minut. Rahmat ko'rdim. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Yaxshi. Bugun mana vivitingizni kuni keldi. 100 minglik hisobdan 22 million 892 ming so'm chiqaryapsiz. Pulni ham o'tkazib yubordik, ko'rdingizmi aka? Tushdi deb yozib yubordingiz. Ko'rdim aka, ko'rdim. O'zim ham yozdim, tushdi. Mana cheki ham aka, chekini ham ko'rsatib qo'yamiz. Endi bir ikkita savollarim bor Husan aka sizga. Toshkentga kela olmadingiz, endi shu Telegram orqali topshirishimiz kerak bo'ldi. Savdolaringiz yaxshi ketdimi? Hech qanaqa muammo bo'lmadimi? Vivitdan, bizlar tarafdan. Yo'q, shunaqa muammo bo'lgani yo'q. Ayniqsa menga spreadlar yo'qda, to'g'risi. Komissiya yo'q sizlarda. Komissiya yo'q. Komissiya yo'q ekan, shu tomonlar juda ham yo'q. Bo'ldi Husan aka. Oldin ham ishlaganman klublarda, mana o'zbeklar ochgan uchun juda ham xursand bo'ldim, to'g'risi. Qarasam o'zbeklar o'zlari ochishgan ekan. Bo'ldi, birinchi vivitni ham qilib oldingiz. Xudo xolisa savdolaringizga omad tilaymiz. Boshqa vivitlaringizni ham kutib qolamiz. Rahmat sizga. Mayli Husan aka, charchamang aka, savdolaringizga omad tilaymiz. Charchamang, sizlarga ham omad. Rahmat.